Jahon chempionati kubogi Toshkentga yetib keldi do'stlar. Bugun erta tongda Marko Materazzi aynan mana shu kubokni Toshkentga olib keldi va ayni paytda Bunyodkor akademiyasi maydonida yosh futbolchilar uchun master klass o'tkazilmoqda. Mana shu master klassda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonlik sobiq FIFA hakami Ravshan Ermatov boshqarib bormoqda o'yinni va futbolchilarimiz Anzur Ismoilov, Ignatiy Nesterov, Odil Ahmedov kabi afsonalarimiz mana shu maydonda yosh yigit-qizlar bilan birgalikda to'p tepishmoqda. Albatta, Marko Materazzi ham aynan mana shu yerda. Marko Materazzi hozir ba'zida gaplashib, ba'zida rasmga ham tushishga ulgurmoqda, e'tibor qilsangiz, va unga alohida forma berilgan. U bilinib turadi. Mana hozir ko'rib turishingiz mumkin. Mana to'p bilan aynan italiyalik jahon chempioni va mana shu inson bu safar Jahon kubogini Toshkentga olib kelish huquqini qo'lga kiritgan. O'tgan yillarda esingizda bo'lsa, Cristian Karambio, Carles Puyol kabi jahon chempionlari ham kubokni Toshkentga olib kelishgan edi. Bundan tashqari, mana hozir to'p bilan G'aybulla Tursunov estradamiz yulduzi, so'nggi kunlarda, so'nggi yillarda ajoyib hitlarni yaratayotgan qo'shiqchimiz ham to'p tepmoqda futbolchilar bilan birgalikda. O'yinni esa tajribali va taniqli futbol sharhlovchisi Davron Fayziyev sharhlab bormoqda maydonning o'zidan. Etiladi muxlislarga, unga faqatgina davlat rahbarlari, shuningdek jahon chempionligini qo'lga kiritgan yulduzlar teginishi mumkin. Ammo suratga tushish imkoniyati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Umuman ayollar futboli O'zbekistonda o'rtoqlik o'yinlari ham ko'rsatyapti. Odil Ahmedov to'p bilan. Ajoyib pas, lekin to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Albatta, Coca-Cola kompaniyasiga ham minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday futbol bayramini muxlislarimizga taqdim etishyapti. G'aybulla Tursunov qabul qildi pas, lekin yosh futbolchi qizimiz to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Boshqa hamkasblari singari pozitsiyasini o'zgartirdi. Yarim himoyadan joy olgan. Nesterov himoyada, Ahmedov hujumda. Hamma xohlagan pozitsiyasi. Yarim maydonga o'ynalyapti. Zo'r zarba. Kim bor? G'aybulla Tursunov bor. Qiynaldi bu to'xtatish. Hozirgi bizning yosh futbolchi ustun keldi o'yin. Nesterov. Materazzi. Yaxshi pas edi. Mana shu lekin bu safar taktik to'g'ri ishlamayapti. Mana bu pasga e'tibor qaratgandirsiz. Yana bitta pas kim bor tepadigan. Mana o'sha zarba. Tadbirlarning ikkinchi qismida afsonalar ommaviy axborot vositalari bilan uchrashuv o'tkazishadi. Yosh futbolchilar ham mana shu uchrashuvda ishtirok etadi. O'zini qiziqtirgan savollariga javob topishadi. Bu juda muhim deb o'ylayman. Muloqot hozir maydonda gaplashishyapti. Endi uchrashuv tugadi. Do'stona durang deylik. Gollarga boy o'yinda jamoalarga rahmat, yulduzlarimizga, afsonalarimizga, yosh futbolchi o'g'il-qizlarimizga, o'zbek futbolining kelajak avlodiga minnatdorchilik bildiramiz. Va hozir yana bir bor eslatib o'taman, muxlislar maydonga chiqmay turamiz, chunki jamoalar do'stondagi o'yinga tushganidan so'ng tadbirimizning ikkinchi qismi boshlanadi. Bayram davom etadi, tadbirlarimiz davom etadi. Siz bilan endi bevosita matbuot anjumanida ko'rishamiz. One more with the logo. Video.